Minecraft'ga do'stlar, sizlar bilan men Apollinus do'stlar. Bugungi videoda biz sizlar bilan Minecraft'ning eng eski Minecraft 0.1 versiyasini ko'rib chiqamiz. Davom etish ko'rib chiqamiz. Yo'q. Shu Minecraftmi? No, John nima bo'ladi? Bu yerda serverlar bor. No, serverlar bo'lmasa kerak, chunki o'ta eski bo'lsa yo'qmancha. Так, sozlarni kirib ko'ramiz. Stop. No. Серьезно? Shu Minecraftmi? No. Bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandim. No, bitta dunyo ochib ko'ramiz. Create new. Короче, ketu. Muncha sekingiradi. Hattoki eski versiya, bundan eski versiyalar sekingroq qoladi. Sancha nima? Ne bo'ldimi? Boshqa blok bo'lmaganmi? Avvalgi versiyada shuncha kam blok bo'lganmi? Narvon, fakel, tosh, daraxt, qumtosh, yog'och, g'isht, obsidian, yer, rangli junlar, zina, tosh zina, yarimtalik blok, qum, barik, zolotoy blok, temir blok, olmos blok, oyna, tosh, shakar qamish, qo'ziqorin va gullar. To'g'ri. Nahotki shu men qaytuvchiman. Yurishini. Voy, shu Minecraftmi? Yo'q, so'rang kerakmi? Javob qiladi. No, videolarda ko'rgan bu olim cheklangan bo'lishi kerak. Videolarda ko'rgan, chunki alfa versiyasida ko'p videolar ko'raman. Вообще bo'lmaydi. Bu olam chegaralangan bo'lsa kerak. Men bu Minecraftga undan yo'q qo'ydim. Menga o'sh yoqmaydi do'stlar. Hattoki bu yerda uyni yopish eshik ham yo'q, nima? Orqasidan bir talay zombilar kelyapti. Siz nima deyapsiz? Oliy bitta eshik qilib qo'yasizmi? Ikkita blok qo'yib qo'yasizmi? No, bu yersa o'sha tavsiya etmayman. Aytganman, chegaralangan dunyo ham keldi. Chegaralanganmi? Bu dunyo ichida bo'ladi. Tak, bitta uy qurib ko'raylikchi. Namcha. Eshik yo'q degan. Bizga fakir kerak edi. Mana bu o'rniga nima bo'laydi? Hattoki o'tkazdirib ham bo'lmaydi. Davom. Sakra. Nima maqsadni qurib qo'yamiz? Bir Minecraft emas, boshqa o'yin o'ynagan deb o'ylayman. Bir uydan qo'rqib mana qurishdi o'yinni. O'zi ishni qildi. O'tirib bo'lmaydimi hali bu vaqtda? Asta sindirgan, hatto xuddi survivalda sindirgandek. Nima bu blok qo'yib bo'lmayapti bu? Tak, yaxshi. Hozirchalik normalniy. Unchalik yomon emas. Sal yomon fikr aytvordim. Normalniy lekin. Keyin bu yerda men tomon daraxtni yotqizdirib qo'yib bo'lmaydi. Rosta. Bu yerda daraxt turlari ham yo'q uncha. Bitta oq daraxt shu yoqqa malla daraxt bor ekan.
Yo'q, bunchalar g'alati bu versiya. Bunchalar eski versiya bo'ladimi? No, u yo'q. Ya kredit iltimos meni yangi versiyaga qaytaringlar. Buncha ba'zi do'stlar bilsangiz ba'zilar shu versiyada o'ynaydi. Qaytibchi deydi tushunmayman. Hop 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 hoppa. Ana uyimiz salkam tayyor bo'ldi. Bitta uy qurib ko'rsataman. Kichikroq uy qurib ko'rsataman. Qotarkan bu banga. Tak. Shunday. Ikki tarafga eshik qilamiz aytdim. Yo'q. Yopiq bo'ladi. Yo'q, bunchalar miskisi. Men yangi versiyaga qaytaman. Ilk versiya bu versiya bilasizlar, bo'lmaydi. Minecraftda 1.1 versiyadan boshlab mod qo'shib boshlangan. Men 1.1 versiyasidan Kaizo o'ynab boshlagan, chunki Kaizo Shadow'ni o'ynab boshlagan birinchisidan. Shu haqida bilaman. Manimcha Kaizo'miz rekord boshlagan bo'lishi kerak. Rekord birinchi. Kim bilan rekord birinchi Minecraft emas, boshqa o'yinda kontent qilgan. Bilsangiz bildingiz, fakt haqida aytib qo'ydim. Avvalda men ham rekordni fanatiga edim. Yo'q, bro. Shuncha bu fakir g'alati. Zato unchalik emas, o'yna bor ekan zato. O'yna bor zato. Hatto o'yna bor. Ishda meni o'yinni qilamiz. No bro. No. Unchalik emas, undan 5 qo'ygan bo'lardim. Do'stlar, shu Minecraft eski versiyasi ekan. Men sizlarga bu versiyani o'ynashingizda maslahat bermasam. Bu o'yinga qarang, hatto eshik yo'q. Do'stlar, sizlar bilan men afsusli bo'ldim. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Do'stlar, eski versiyada o'ynamanglar.